13 yildan beri qarovsiz qolgan avtosalon va noyob mashinalar. Ikkinchi qism. Avtosalonga kirish yo'lini topish uchun kechasi 12 da hech kim yo'qligida kelishga qaror qildik. Kelishimiz bilan avtosalon ichida 3 ta qimmat mashina va bizni qiziqtirgan sirli chemodanlar o'z joyida edi. Avtosalon ko'p yillardan beri ancha eski holatga kelib qolgan edi. Holda Farsaj filmida rol o'ynagan 2013-yil esa avtohalokatda vafot etgan Pol Walker rasmi tushirilgan suratlar bor edi. Ko'zim birdaniga avtosalon oynasidagi e'longa tushdi. E'londa 13 yildan beri qarovsiz qolgan avtosalon ijaraga berilayotgani haqida yozilgan edi. Mashinalarning taqdirini bilish uchun qo'ng'iroq qilib ko'rishga qaror qildik. Aytishlaricha, hozirda Porsche Carrera uchun $3 million taklif qilishgan ekan, lekin avtosalon egasi rad etibdi. Bu joyning 1 oylik ijara puli esa $25 ming deb belgilangan ekan. Ma'lumot uchun bunday dahshatli narxlarni yana Aviasales.uz'dan topsangiz bo'ladi. Eng dahshatli darajadagi arzon aviabiletlar va mehmonxonalarni Aviasales.uz'da bron qiling. Avtosalonga kirish yo'lini topish uchun yondagi binoga kirdik. Zanjirlar osilgan eshikni ochishga harakat qilayotgan paytimiz to'satdan qorovul sezib qoldi. Qorovulni ogohlantirishi bo'yicha avtosalonda signalizatsiya tizimi o'rnatilgan. Agarda kirishga harakat qilsak, 2 daqiqada politsiya yetib kelish haqida ogohlantirdi. Qorovuldan avtosalon haqida so'raganimizda, bu joy hozirda juda boy insonga tegishli va shaxsan o'zi bir necha marta avtosalonga kirib, mashinalarni yaqindan ko'rganligi haqida aytdi. Eng qizig'i, har yili Yangi yil kuni esa avtosalon egasi shaxsan o'zi avtosalonga kelgan payti kirish imkoniyati bo'ladi degan ma'lumot bilan ulashdi. Avtosalondagi afsonaviy Porsche Carrera GT va sirli chamadonlarni ko'rish uchun tez orada qaytib kelishga qaror qildik. Videoning davomini ko'rish uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.